Bugun men Minecraftdagi barcha blo'larni yig'ishga harakat qilaman. Buni uddala olamanmi, yo'qmi, bugungi videoda ko'rib olasizlar. Qani bo'lmasa videoni boshladik. Mana shu yerda spawn bo'ldim. Normal joy ekan bu yerga. Endi men birinchi bo'lib joylashishga qaror qildim, qayerga joylashishim kerak. Barcha blo'larni yig'ish kerak. Qum blo'yi bor, mana blo'yi bor, hamma blo'yi bor. Birinchi bo'lib daraxtga qo'ysam yaxshi bo'ladi. Tosh bor, tosh pishirsa anaqa aylanadi, xolos. Jarom ko'p blo'ylar bor. Dayt, chirik. Bo'ldi. Endi tosh qaziyman. Berstak. Endi bu chirka. Endi tosh. Endi tosh qaziyman. Oho. O ko'mir yaxshi. Ko'mir blo'yni ham olish kerak, mana blo'y ham bor. Ko'mir blo'y yasash kerak. Ashunchalik ham ko'mirlar olib olaman. Men bu ko'mir blo'y, olmosga o'xshagan mana bu blo'ylarni qanday olishga o'ylanyapman. Bu Minecraftda unaqa tushagan kirkani sehrlash iloji yo'q. Bu World Craft haqiqiy nom. Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Telegram kanal mana profilimda, profil shapkamda. Telegram kanalimda turli xil modlar tashiyman. Masalan, o'zbek tili modi ham bor menda. Uni ham tashab qo'yaman. Keyin qanaqa modlar bor? Ko'p mod bor. Barchadan epik narsa tushadigan mod bor. 1.17 dan balandga tushadi. Mana bilmadim, men shu yerda o'ylab ko'raman. Bo'ldi, yetadi. Versak bu degan qilich. Go. Men bir loy bo'lgan narsa bo'lar ekan. Loy bo'l. Endi mana bu blo'yni ham olaman. Mana bu taxta. Endi mana oq qum blo'ydan. Yerga sovri ko'p ol bo'ling. Yugursa aynay qurishga kerak bo'ladi bu. Xolos ko'p narsa kerak bo'ladi. Bo'ldi. Bo'ldi, shuncha yetadi. O'tib ketib borar. Ketadi. Ketdik. Bu qo'y. Qora junni ham olish kerak. Qora junni ham kerak. Mana bu jo'larni olish kerak bo'lib qolar. Qanaqa rang chiqasi bundan? Mana oq rang. Men kerak yo'q oq rang. Chunki oq qo'ylar ko'p bo'ladi. Mana yana bitta oq qo'y. Mayda ovqatlar qornim ochiydi. KFC. Cho'chqadan bo'lgan olmos shapka kiyib olgan ko'ring buni. Technoblade. Sizga qaysi biri yoqadi? Technoblade, Aqua Stream.
Yozib qoldilar kommentariyada. Kommentariy ochiq. Ikkita go'sht bor xolos, shuncha cho'chqadan. Yugura olmay ham qoldim. O mol. Sigir to'g'ri. Yugur. Tovuq ham bor ekan oldida. Yugur. Mana. To'xtachi. Men bu gulni olish kerak. Bu qanaqa rangligini bilmadim. Oho. Muklardi. Qanaqa rang bo'lar ekan? Ya, pushti yaxshi. Menda pushti jun yo'q. Pushti jun ham kerak bo'ladi. Bu texnologiya qilib beramiz sizlarga mana. Mana bu ko'ramiz soat 8 da. 10 ta. 11 ta. Mana bitta qo'shib ketadi. Yomon qonni mashti keraklardi. Chaq. O qora jun kerak bo'ladi. Qora yo'l yo'q edi kakras. Oq jun bizga kerak. Oq jun bizga kerak. To'xta. Eshitayam tusharkan, cho'chqadan narsa bermaydi. Haqiqiy men yaratib kamida 2 ta beradi. Becharaning bolasi bor ekan, yetim qolib ketmasin, o'ltirmay qo'yaylik. Bu qan tushmayapti. Bu qanaqa gul? Sariq bo'lasi keladi shundan. Sariq jun ham yo'q. Top sariq. Voy hozir ovqatimga qaramab bilan yuraveribman. Bitta pech. Bugun solamiz, ovqatlar hammasini pishirib olamiz. Mana bu somon bo'lar ham kerak bizga hali. Bas ko'p bo'lar borsangiz. Ovqat. Go'sht olib qo'yish kerak. Tovuq go'shtini yeyish kerak. Xullas, go'sht ham pishish qiyin bo'lib ketdi. Tezroq bitta joy joylash kerak. Katta joy bo'lsa-yu, joylashib. Ketdik. Qo'y, yana qo'y. Cho'chqabagi. Tezroq. Mashtoqqa joylashtiramki, yaxshi tog' mashina. Lekin bo'lmaydi. Pastga qanday qilib pishaman? Shun bor. Bu g'ormi? G'or ekan. Chiqqan ekan. Oho, kimdir bormi? Ko'mir bor ekan. Chiroq emas, tushamiz g'orga.
Voy. Nima qilsam bo'ladi hozir mazikda. Shunga tushganim voy bo'pti ko'riladi. Bo'ldi. Olib ketaman. Yetadi mana shu. Bittan chiqarsam bo'ldi. Hayda. Go. Tezroq. Mayga bitta urib qo'yamiz. Mayga. Yo, bitta urib qo'ydim. Hop, endi bunday qilamiz. Mayga qo'yamiz. Hop. Qorong'i tushibdi. Uxlashni ham boshladim. Xullas, barchaga xayr do'stlar. Ikkinchi qismini kutib olinglar. Chiqadi ikkinchi qismi. Sizlar like obunalarni bosib qo'yinglar. Mana bosadi. Katta obuna degan tugma turadi pastda. Obuna yoki kirsida bo'lsa, podkricheniya ham bir turadi xullas. Barchaga xayr do'stlar. Shular bilan men xullas ashi bo'ldi.